Assalomu alaykum o'quvchilar. Keyingi davom etamiz. Asosiy bo'ladigan mavzumiz was, were va will be, shall be haqida o'tamiz. To be'ni hammasi zo'r bilasizlar, am, is, are-ni. Demak, bular kelasi va o'tgan zamon haqida gaplashamiz. Demak, to be'ning hozirgi zamoni am, is, are. I am a student, you are a student yoki he is doctor yoki they are dogs like this. Bular bo'lsa was, were va will, shall be kelasi va o'tgan zamonlar bo'ladi. Demak, was, were to be'ning o'tgan zamon shakli hisoblanadi va edi deb tarjima qiladi. Men doktor edim, men student edim, men yosh bola edim, men chaqaloq, bu mushukcha edi, u kichkina itcha edi yoki ular bolachalar edi, kichkina deb aytiladi. That's good. Va I ga, he, she, itga doimo was ishlatilsa, we, you, they ga nisbatan were ishlatiladi. Gap tuzmay turamiz, pastdan to'liq tushuntirib beraman. Endi will be va shall be bo'ladi. Bu to be'ning kelasi zamon shakli. I will be student, men student bo'laman hali. Tarjimasi bo'ladi deb tarjima qiladi, hali bo'lmagan, sodir bo'lmagan, kelajakda sodir bo'ladigan shakllar uchun ishlatiladi. Demak, I bilan we ga shall be ishlatasiz 50% holatlarda. Lekin I ga, you ga, he, she ga, we ga will be ishlatsangiz ham xato emas. Mana bu shall, xohlang I bilan we ga will ishlating, xohlang shall ishlating, xato hisoblanmaydi. Chunki British Englishda I bilan we ga shall ishlatadi, American Englishda will ishlatadi. Deyarli no difference, farq yo'q. Demak, sizlar bilan birga gapimiz. Was, were tarjimasi edi degan tarjimani berdi. Demak, men oldin I was a baby. Nima degani? I was a baby. Men chaqaloq edim degani. Endi hozir bo'lsa I am, misol uchun I am a boy. Hozir men bolaman, endi yosh kattaroq bola bo'ldim. Kelajakda bo'lsa I will be, men bo'laman. I will be a man. Katta, yosh katta odam bo'laman kelajakda. Yoki aytishingiz mumkin, oldin he was a pupil. U oldin o'quvchi edi. U o'quvchi edi. Hozir bo'lsa student bo'ldi. He is a student. U hozir student. Endi kelajakda u misol uchun o'qituvchi bo'ladi. He will be a teacher. U o'qituvchi bo'ladi. Yoki siz mumkin yana itga nisbatan ishlasak, it was a kitten. Kitten degan pishakcha. Oldin u mushukcha edi, kichkina pishakcha edi. Endi hozir bo'lsa it is a cat. U hozir mushuk. Kelajakda nima bo'ladi? Kelajakda qari mushuk bo'ladimi? It will be an old cat. Kelajakda qari mushuk bo'ladi degan ma'noda. Yoki yozishimiz mumkin. Xo'p, nima desak bo'ladi? They are, xo'p, nima deydi o'zgarsa? They are children. Ular bolachalar edi. Ular kichkina bola edi. Endi ular hozir they are teenager. Ular hozir o'smir, voyaga yetdi ular, o'smir yoshda. Endi kelajakda ular they will be adults. Kelajakda ular adult, yosh katta insonlar bo'ladi hammasi. Demak, to be'ni 3 xil zamon shakli. Am, is, are hozirgi zamon uchun, was, were o'tgan zamon uchun va will be, shall be bo'lsa kelasi zamon uchun to'liq ishlatiladi. Asosan bugungi darsimiz shundan iborat. To'liq yozib olasizlar, mana shu 3 ta zamonga mustaqil gap tuzganlaringiz yaxshi. Men xotirjamlik bilan.